Buxoro viloyati Jondor tumanida parrandachilik tarmog'ini sanoat asosida rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar joriy etilgan parrandachilik klasterida nafaqat sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda, balki yangi ish o'rinlari ham yaratilmoqda. Inkubatsiyadan tortib tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan to'liq zanjirni qamrab olgan mazkur klaster hudud agrosanoatining muhim bo'g'iniga aylanib boryapti. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi parrandachilik klasteri o'zining ilk loyihasini 5 milliard so'mlik imtiyozli kredit evaziga 250 ming bosh broiler jo'jalarini boqish maqsadida amalga oshirgan edi. Qisqa fursatda o'zini oqlagan tashabbus ortidan 2023-yil noyabr oyidan yana 500 ming tovuq boqishga mo'ljallangan inshoot qurib bitkazildi. Loyiha qiymati 18 milliard so'm. Albatta bunda faqat boqish pavilyonlari emas, endi klaster o'zining inkubatsiya markazi, laboratoriyasi, ozuqa ishlab chiqarish, so'yish bo'limlariga ham ega bo'ldi. 2019-yil mana shu cho'l joyida endi beriladi adir joy. Mana shu yerdan joy olib 300 ming boshga mo'ljallangan tovuqxona fabrikasini barpo qildik. Hamda 54 ta xonadonga kooperatsiya usulida broiler jo'jalari va ozuqasini yetkazib, aholi bandligini ta'minladik. Klaster bugun mamlakatimizning barcha hududlariga parrandachilik mahsulotlarini yetkazib bermoqda. Hozirga qadar jamiyatda 250 ta yangi ishchi o'rni yaratildi. Bularning barchasi xorijlik hamkorlarning ham e'tiborini tortdi. Belarusya kompaniyalaridan biri mazkur klaster bilan birgalikda 3-yirik loyihani ishga tushirdi. Bu bilan xalqaro talablarga to'la mos keladigan yangi majmuaga asos solindi. Avvalambor prezidentimiz bizga yaratib berayotgan sharoitlari, arzon kreditlar, masalan, umuman davlatni qo'llab-quvvatlashi orqasidan to'liq avtomatlashtirilgan tizimga o'tdik. Loyiha ishga tushgach 70 ming boshdan oshiqroq jo'ja boqish imkoni yaratildi. Bu bilan klasterning yillik ishlab chiqarish hajmi 850 ming tonnaga yetkazilmoqda. Tabiiyki bunda yana 50 nafar aholining bandligi ham ta'minlandi. Mana bugungi kunda hurmatli prezidentimizni tadbirkorlarga yaratib berayotgan imkoniyatlardan unumli va samarali foydalanib 142 nafar doimiy ishchisi, 100 tadan ziyodroq xonadonni bandligini ta'minlagan yirik tadbirkorga aylantirdi. Mamlakatimizda tadbirkorlarga yaratib berilayotgan imkoniyat va sharoitlar xorijlik hamkorlar bilan birgalikda istiqbolli loyihalarni amalga oshirish uchun keng yo'l ochmoqda. Natijada aholining sifatli tovuq go'shtiga bo'lgan talabini to'liq ta'minlash uchun imkoniyatlar ko'lami yanada ortmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.